Itni urib oldimmi? Ahvolingiz yaxshimi? Sen meni urib yubording, hozir milisiya chaqirtirib qamatib yuboraman, tushundingmi? Iltimos, meni qilmang, nima siz roziman. Toshnimi? Aniq. Unda 3 ta shartim bor. Shartlaringizga ham roziman, hali uylanmaganman, yana qamalib ketmang. Ko'chada bitta ishkal qilib qo'yganman, yigitim bo'lib hal qilib berasan. Ani 3tasimi? Ha, shular. Hozir borib urib tashlayman, ajratib o'tirmang bizani. Ha, kuchlaring qiz bolaga yetdimi? Men uni yigiti bo'laman. Jannima qilib qo'ydiki, yopishib oldilar uyimga. Bu bizani so'kkan. Bitta so'kkaniga shular qiladimi? Onadan so'kkan, svitoydan ketgan. Shunaqamidi? Faqat jigar gulmalaring qilib ajrating meni. Ajratmaganingizda biz tashirdim. Bitta ikkinchi shart eting. Faqat shkal bo'lsa bormayman. Siz meni mashinangizda urib yuborganingizda telefonim sindi. Yangi telefon olib berasiz. Ikkinchi shartim shu. Maschi shuni taqachidan kelayotganda nazarbek bo'lsa yetmasa, shuni chap qo'ysa 9 etajga doma birinchi etajda joylashgan diskont do'koniga olib keldim. Bu yerda hozir super chiroyli 0012 aksiyasi ketyapti. Hozir sizga telefon beraman, yuringlar. Olib berasan-da. Mana qarang, Samsung Galaxy S26 Ultra'si 12 oyga 1.698.000 so'mdan. Xohlasangiz Honor 600 oppog'i 12 oyga 699.000 so'mdan. Kiradigan mashinani qarang, LG 7 kilolik yeni qop-qora rangi 12 oyga 589.000 so'mdan. Bu aksiyalar 11-iyundan 25-iyungacha diskontni barcha filiallarda amal qilar ekan. Bo'pti, telefonimni olib berdim. 3-shartiki men ketaman. 3-shartmi? O'zi maqsading yerga tegib olish bo'lgan ekanda. Ayol kishini omadi bilan o'ynash bo'lmaydi. Onasini yemsin. O'zi o'sha payt bosib ketsam bo'lar ekan.